Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa navbatdagi zakazimizni chiroyli holatda tayyorlab berdik. 14 kishilik yog'ochlar 100% yong'oqli qilib, oyoqlarini shunaqangi 3D formatda 3D qilib ishlab berdik. Smalalari ham juda chiroyli holatda chiqdi. O'ziga moslab qora soya tushirib berdik kalishning ishimizga. Xudo xolasa juda chiroyli holatda chiqyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Sifatlari oyoqlarniki ham, xudo xolasa stullarimiz ham 100% laklab chiroyli holatda qilib berdik. Sifatlari ham ko'rib o'tsanglar bo'ladi. Sifatlari ham juda chiroyli holatda chiqyapti. Buni stolning razmeri necha bo'ldi deydiganlarga 360 ga 120 holatda bo'ldi. Stullarimiz 100% yong'oqli. Materiallar ham turetskiy materiallar qo'yildi. Anatomli yaqinlashtirib ko'rsataman, ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa kombinatsiya holatda qilib berdik. Tugmalarni ham yangilik qilib ishlab berdik. Juda chiroyli holatda chiqdi. Bunimizni narxini necha pulga qilib berdinglar deydiganlarga 9 million so'mga chiroyli holatda qilib berdik. Hollarimiz MDF, xudo xolasa laminat emas hollar. Bemalol suv to'kilsa ham artib ishlatsanglar bo'laveradi. Betlarni ham shunaqangi laminat ustlarini ham laklab chiroyli holatda qilib berdik. Kimga xudo xolasa kerak bo'lsa bemalol aloqa qilsanglar bo'laveradi. Spinkasiga 3 sm machalik qo'ydik, sidinasiga 12 sm machalik qo'yib chiroyli holatda ishlab berdik. Spinkalari, chesterlari ham juda chiroyli holatda chiqdi. Zarlarni ham arqon zarlarda chiroyli qilib berdik. Orqa tomonlarini ham mana pardalilarni ko'rsanglar bo'ladi. Skladka qilib chiroyli holatda broskalar qo'yib berdik. Ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa barcha turdagi stol stullardan bor 3 million so'mdan boshlab chiroyli holatda chiqarib beramiz. Manzilni bilasizlar, Andijon viloyati Oltinko'l tumanida joylashgan. Optim ishlab chiqarish. Xudo xolasa chiroyli holatda chiqarib berib turamiz. Stol yonlarini ham shunaqangi chiroyli qilib plasmassa simali gullar bilan ishlab berdik. Juda chiroyli holatda qora soyalari ham kombinatsiya holatda tushdi, ko'rsanglar bo'ladi. Juda chiroyli holatda chiqdi. 12 talik kerak deydiganlarga 12 talik, 14 talik kerak deydiganlarga 14 talik chiroyli holatda chiqarib beramiz. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishinglar mumkin.